Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlarim, yaxshimisizlar hammalaringiz, sog'monmisizlar? Sog'lik, salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda mana yana sizlar bilan diydorlashdik. Bugun sizlar bilan birgalikda behidan murabbo qilamiz. Mana jarayonlarni bismillahirrohmanirrohim deb boshlab yubordim. Bir de 5,5 kilo behi tozasi. Buni ichlarini tozalab, mana shunday kubik shaklida mana to'g'rab oldim. Keyin mana shu kastrulkaga mana bu idishim bilan mana litr bilan o'lchab 6 litr suv soldim. Oddiy suv. Mana suv qaynab chiqqandan keyin behilarni soldim. Manaki endi nima bo'lib chiqdi? Endi bu biroz mana shu behilarimiz 10 minut 15 minut qaynagandan keyin biroz bo'shaydi. Keyin buni cho'lpi yordamida suzib olamizda. Mana shu yerda turibdi, mana 6 kilogram shakar. To'liq 6 kilo shakar. 5,5 kilo toza behi. 6 kilo shakar solamiz. 6 litr suv. Ko'ramiz qanaqa bo'ladi. Xudo xohlasa inshaalloh o'xshab chiqadi. Judayam ajoyib bo'lib qaynab chiqdi. Mana yaxshi qaynadi. Mana shu holatda bir 10 minut 15 minut qaynataman hozir. Mana azizlarim 10 minut 15 minut behini yaxshigina mana qaynatib oldik. Mana endi buni cho'lpi yordamida suzib ol. Mana behi yumshoqqina bo'ldi, mana bo'shadi. Agar buni birdan qiyomga solsak, behilar qotib qoladi-da. Murabbomiz o'xshamaydi. Mana suvdan suzib olaman. Keyin buni siropiga shakar solib qiyom qilib olib, keyin bu behilarni yana qaytarib solamiz. Behilarni mana suzib oldim. Mana endi mana shu siropiga shakar solaman hozir. Bu yerda mana 6 kilogram, to'liq 6 kilo shakar bor. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana shu 6 kilo shakarni hammasini solamiz. Behimizni o'lchaganimizda mana sof og'irligi 5,5 kilo edi. 5,5 kilo behiga 6 litr suv soldim. Mana endi 6 kilo shakar soldim. Hozir bu qaynab, nima yaxshi qaynab chiqqandan keyin suzib olgan behilarimizni qaytarib solamiz. Qaynab chiqquncha mana shu bir dona limonni kubikcha qilib to'g'rab, limon ham savuraman. Ta'mini juda ajoyib qiladi. Mana azizlarim, siropimiz ham yaxshigina qaynab chiqdi. Mana endi bunga mana to'g'rab qo'ygan bir dona maydagina qilib to'g'radim, limonni solaman. Mana bismillah. Endi bunga manaki bir qaynatib olgan behimizni solamiz. Bismillah.
ehtiyotkorlik bilan solamiz albatta. Mana shakar solganimiz evaziga siropimiz mana ko'paydi mana. Kastrulkamiz to'ldi mana. Endi buni biroz qaynatamiz bir soatla qaynaydi, keyin o'chirib qo'yaman buni. 1 soat qaynagandan keyin o'chirib nima qilib qo'yaman, yaxshi sovigandan keyin yana takini yoqib, yana bir qaynatib chiroyli rang kiradi bunga. O'chirib, varinini har doim o'chirib, sovutib, yana yoqib, yana o'chirib, yana yoqib qaynatib nima qilsangiz rangi juda chiroyli bo'ladi. Mana shu holatda mana 1 soat qaynataman. Keyin o'chirib qo'yaman. Ertaga yana nima qilaman? Hozir kechki payt. Bugun 30-oktyabr 2025-yil 30-oktyabr kuni mana. Erta 31-oktyabr kunida Xudo xohlasa bu murabbomizni oxiriga yetkazib qo'yamiz mana. Hozir kechki payt qilyapman. Mana qaynab chiqsin bu. Qappog'ini qo'yib qo'yaman. Mana azizlarimiz, murabbomiz juda ham chiroyli bo'lib mana qaynayapti. 1 soatdan ziyod qaynadi hozir. Mana ranglarini ko'rishingiz mumkin mana. Juda ham chiroyli rang bo'lyapti. Endi buni takini o'chirib qo'yaman. Xudo xohlasa ertaga yana bir qaynatib, keyin bankalarga burab tashlaymiz. Mana qarang. Manaki varinimizning takini, murabbomiz takini o'chirdim mana. Ranglari sizga qanaqa ko'rinyapti ekranda mana, lekin shunaqa chiroyli bo'ldi. Hidlari shunaqa zo'r chiqyapti. Xudo xohlasa endi qolganini erta davom ettiramiz. Manaki azizlarim, kechagi bexili murabbomiz takini yana yoqdim mana. 1 soat, 1,5 soat qaynatib o'chirib qo'ygandim. Mana hali qaynab chiqqaniga endi yoqdim takini. Mana shunaqa ajoyib bo'lyapti. Ranglari juda chiroyli chiqdi. Endi bu qaynab quyilguncha mana hali suyuq qaynatamiz. Mana ko'rinyaptimi? Shunaqa chiroyli bo'ldi. Bexilari mana ezilmagan. Hidlari shunaqa zo'r, limon solsangiz shunaqa приятный hid beradi. Ta'mlari shunaqa zo'r bo'lgan. Hali tayyor bo'lgani, bu quyilsa, keyin tayyor bo'ladi. Quyilguncha endi qaynataman buni. Mana qarang. Rangi shunaqa chiroyli qizil bo'ldi, shunaqa chiroyli bo'ldi. Endi kamerada qanaqa ko'rinyapti sizlarga? Hozir mana quyilsin bu, keyin bankalarga nima qilamiz? Endi buni quyilguncha qaynatamiz. Endi o'chirib sovutmaymiz, azizlarim. Kechqurun 1 soat, 1 soatdan ziyod 1,5 soatla qaynadi. O'shandan keyin mana o'chirib qo'ydim, sovidi. Mana endi hozir yana takini yoqdim.
tayyor bo'lganini ham ko'rsataman azizlarim. Manaki azizlarim, murabbomiz ham manaki tayyor bo'ldi. Quyuqqina bo'ldi. Xudo xohlasa, endi buni mana bankalarga solamiz. Bankalar hammasini sterillab oldim. Mana endi bismillahirrohmanirrohim deb solamiz xudo xohlasa. Mana banka qopqoqlarni ham mana shunday qaynatib sterillab oldim. Bismillahirrohmanirrohim. Endi bu murabbolarimizni bankaga solamiz. Bismillah. Ranglari shunaqa chiroyli bo'ldi. Kamerada sizlarga qanaqa ko'rinyapti? Albatta mana shu usulda tayyorlab ko'rasiz sizlar ham. Behlari yumshoqqina bo'lib pishib, shunaqa zo'r bo'ldi. Og'zingizga solsangiz quyruqdek behlari. Mana sterillab olgan qopqog'ini mana qo'yaman. Mana qarang. Kamera qanaqa olib beryapti rangini, lekin shunaqa chiroyli qizil bu, shunaqa chiroyli bo'ldi ranglari. Hammasini mana shu tarzda hozir savolaman. Mana azizlarimiz, bankalarga solib mana bir oldi. Mana o'zini ko'rinishlari. Juda ham chiroyli bo'ldi. Mana hali yana quyiladi bu. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringizlar. Mana shu usulda. Videolarim yoqayotgan bo'lsa kanalimga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada chiroyli izohlaringizni kutaman azizlarim. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yaxshi kunlarda sizlar bilan diydorlashaylik yana. Mana qarang. Behlari shunaqa chiroyli bo'lib pishdi. Albatta tayyorlab ko'ringizlar sizlar ham. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yaxshi kunlarda yana sizlar bilan diydorlashaylik. Sog'lik, salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda.